Janjal bo'lyapti. Ana odam Ke o'g'rimi aka bu? Menga qara. Hozir men drama teatrda uchrashuvda oldida kelayotgandim. Men aytdim, bunaqa joy ochildi. Qalamanglar meni, qalamanglar. Deganda bu qanaqa joy bu? Kimdir ma'nosini biladimi? boring. Nima bo'lyapti yana? To'xta. Men aka bilan ketyapman. Qayerga ketasan? To'xta. Nima bo'lyapti o'zi? Janjal bo'lyapti. Ana odam Ke o'g'rimi aka bu? Menga qara. Olma kameraga. Sen Instagramda chiqadigan qiz emasmisan? Yugurib yuradigan tentakka o'xshab. Men sizga berib qo'yib yubor qo'lingni. Qo'y. Nima bu? Nima bo'lyapti? Kimdir tushuntirsin? Nima janjal bo'lyapti o'zi? Bu yoqqa keling, men o'zim tushuntiraman. Tur o'rningdan. Tur. Biz Evon savdo markazi Navro'z bayrami munosabati bilan 18-martdan 22-martga qadar aksiya e'lon qilganmiz. Mana shu do'konimizdan kimda-kim 2,5 milliongacha savdo qilsa, mana shu naborlarimiz tekinga beriladi. Mana shunga shuni tushuntira olmayapman. Ertaga kel desam, bugundan yopishib olgan. Tushunyapsan? Ertaga siz savdo qilaman dedingizmi? Ha? Men bugun olib ketaveray, ertaga 2,5 million savdo qilib ketaman. Mana ko'ryapsan, qara, shantaj qilma, qanaqa ayolsan, naqa o't. Bu katta xolangni uyimi senga aka aksiyani davom ettiraveringlar. Yaxshi bo'ladi hammasi. Xo'p. O'lib qolmadimikan? Bechora. Ey, bir kun sabr qilsang bo'lmaydimi? O'ldirib qo'yding-ku. Men-ku sabr qilaman, yerim sabr qilmaydi. Ochofat.